Bugun juma kuni baraka kirsin deb ko'chalarni bir tozalab kelay dedim, lekin bolalar birin-ketin yig'lab, lekin kech bo'lib ketdi. 4:30da chiqmoqchi edim, 5:30 bo'lib ketdi soat. Shunda ham 5:30 bo'lsa ham chuqurdan bolalarim borligini hamma biladi-yu dedim. Shu 5:30da ham lekin quyoshli charaqlab ketdi bo'lgunimcha. Bir videoda ko'rib qoldim. Bolangizni ko'tarib bo'lsa ham ilm oling, ishlaringizni qiling deyishibdi. Shunga hayron bo'lib bir sinab ko'raychi dedimda. Kichkinamni olib, koляskaga solib, ozgina ishlarimni qilib oldim. Hovliga kirganimda lekin baribir yig'lab tashladi. Keyin o'sha aytilganidek qo'limga olib ishlarimni qildim. Lekin juda ham qiyin bo'lar ekan. Shlankada suv sepish shtraf-ku, lekin qo'limda hozir bola bor. O'shaning uchun meni kechirishadi degan umiddaman. Kirlarimni men bu Kopom degan kapsulada yuvishni o'rganib oldim. Xohlasangiz screenshot qilib olaylik. Shunaqa hidi parfyumda atram kerak emas ekan.